Meni ko'p yillardan buyon gemoroy kasalligining ichki turi qiynab kelar edi. Menda birinchi o'rinda qabziyat kuzatilardi. Qabziyatdan so'ng ichaklarda zo'riqish esa yoriqlarga olib kelar edi. Hojatdan so'ng bu yoriqlar juda kuchli og'riq berar edi menga. Bora-bora bu kasallikni davolashdagi qo'llanilayotgan svechalarim ham, malhamlarim ham yordam bermay qo'ydi. Gemoroyning og'irroq formasiga kelib qoldim. Unda siz tavsiya qilgan Irsak kompaniyasining tajni kremi va anti akne kremidan ikkita krem aralashmasidan tayyorlangan malhamdan 10 kun mobaynida foydalanib kelyapman. Natijalar juda yaxshi. Birinchi holat qabziyat yo'qoldi yaxshi tomonga. Menda 3 kungacha cho'zilardi hojatga borish. Shunda ham ichak o'zini reaksiyasini bildirmas edi. Men o'zim majburlab, natijada qabziyat kelib chiqardi. Hozir shu narsa yo'qoldi. Qabziyat bo'lmagandan keyin ichak o'z reaksiyasini bildiryapti. Natijada shishlar yo'qoldi, yoriqlar yo'q, og'riqlar yo'qoldi. Men juda xursandman. Tavsiya qilaman o'zimga o'xshagan shu kasallikdan azob chekayotganlarga.